Avvalambor assalomu alaykum aziz YouTube obunachilarimiz. Agar shu oralarda YouTube'da sizga ko'p ko'rinayotgan bo'lsak, demakki bu bir belgi. Bizni YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bugungi video nomidan ko'rib turganinglardek, biz bugun qizim bilan birgalikda Uyg'ur do'stlarimizning kabobxonasiga boramiz va u yerdagi shashliklarni yeb, o'zbek shashliklariga qanchalik o'xshaydi, shular haqida ozgina sizlarga ko'rsatamiz. Qani unda ketdik. Xo'p do'stlar, biz hozir Uyg'ur do'stimizni o'sha shashlikxonasiga keldik. Shashlikxonani shu yoqda biz bitta narsani ko'rsatmoqchiman. Birinchi ko'chib kelgan paytlarimizda shu yerda ko'rgan edik. Baliqxonalar ham bor. Turk o'sha Xitoy milliy baliqxonalari. U o'rtasida hovuzi bor, katta hovuz bor. Ushbu hovuzda baliqlarni tutasiz, keyin undan keyin o'zingiz pishirib, o'sha yoqda o'zingiz pishirsangiz ham bo'ladi, o'zlari ham pishirib berishadi. Endi biz bugun bu yerga kelganmiz. Do'stimizni shashlikxonasi bor, Uyg'ur do'stimiz. Xo'p, kelishinglar mumkin. Kelinglar, bu yerda har xil kaboblar bor, shashliklar bor. Bizning O'zbekistondagi shashliklardan juda ham farqli, lekin mana bu yerda ba'zi shashliklar bor. Ular deyarli o'zimizdagilar bilan bir xil, faqat hajmi har xil. Endi bu yerda zo'r, misol uchun mana shunaqa savacha berishadi. Savachaga ichiga to'ldirib, xohlaganingizcha qaysi biridan xohlasangiz to'ldirasiz va ichkariga berasiz. Ichkarida sizga pishirib berishadi. Xo'p, bu yerga kelgan paytinglarda mana bunday qo'ralari bor. Ko'mirda pishirishadi bular ham. Ko'rishinglar mumkin, ozoda, toza, hamma joyi mana shu yerda pishirib berishadi. Hozir biz ham buyurtma qilamiz va buyurtmalarimizni pishirib berishgandan keyin sizlar bilan ko'rsatamiz. Narxlari, hamma narsasini chiroyli qilib bugun ko'rsatamiz sizlarga. Qani unda ketdik. Xo'sh do'stlar, hozir mana savachamizni oldik. Shashliklarimizni tanlaymiz va pishirishga beramiz. Keyin sizlar bilan birga tanlaylik. Xo'p, bitta jigar olamiz. Jigar ko'rinishi juda ham chiroyli, bitta jigarni olamiz. Xo'p, bular mol go'shti ekan, mana ko'rinishi ko'ryapsizlar, chiroyli. Bundan bitta olamiz. Bundan bitta olamiz. Chiroyli ko'rinyapti bu ham. Xo'p, endi qo'y go'shtlaridan olamiz. Mana bu yerda qo'y go'shti bor. Qo'y go'shtini ko'ryapsizlar, misol uchun farqli-da. Shuni bilinib turadi. Mana shunaqa kichkina bor. Qo'y go'shti bu ham. Xo'p, mana shunisini olamiz, qo'y go'shtidan. Xo'p, bu yerda mana bunaqa kattalari ham bor. Bu ham qo'y go'shti, faqat kattasi. Xo'p, endi mana bu yerda tovuq go'shtimiz bor. Undan bitta olamiz. Mana. Ko'rishinglar mumkin, bu tovuq go'shti. Bundan bitta olamiz. Xo'p, ma'lumot o'rnida shuni aytib o'tishim kerak. Uyg'urlar o'zbek tili bilan deyarli bir xil. Ba'zi so'zlari bor, ozgina boshqacha, lekin o'zbek tilida gapirsangiz bemalol tushunishadi. Bu yerda bular oilaviy ishlashadi. Butun otasi, o'sha xotini, bolalari birga hammasi ishlashadi va bu yerni ishlash vaqti ajoyib. Misol uchun ertalab soat 5-6 gacha ishlashadi. Obeddan keyin soat 5-6 da ish boshlashadi va ertalabki 5-6 gacha ishlashadi. Va shu bilan ertalab yopib, kunduzi obedda ishlashmaydi, yopiq bo'ladi, faqatgina kechki vaqtda ishlashadi. O'tiradigan joylarni ham ko'rishinglar mumkin. Misol uchun faqat ko'chada joylari bor, bemalol kelib salqinda o'tirib oilaviy shashlikdan yeb ketsanglar bo'ladi. Hozir biz bularni endi beramiz. Pishirishgandan keyin sizlarga ta'mlarini aytamiz. Albatta Uyg'ur nonlarini ham zakaz qilamiz. Uyg'ur nonlari ham ajoyib. Agar shashliklarimiz keldi. Shashliklar ko'rinishidan yaxshi. Xo'p, non zakaz qildik. Ko'rishinglar mumkin. Xo'p, bu yerda noni boshqacha, chunki nonni chetki qismlarini ko'rishinglar mumkin, yumshoq, lekin o'rta qismlari qattiq. Keyin o'rta qismlarda juda ham ko'p nima deyiladi buni, achchiq narsalarni qo'shib yuborishgan. Ziravorlarni qo'shishgan. Lekin ham shirin. Xo'p, unda boshlaylik. Birinchi kichkinalardan boshlaylik. Juda ham yaxshi ko'raman shu kichkinalarni. Qo'y go'shti bilan mazasi boshqacha. Yeganda og'izda erib ketadi. Qizim, mana, qizim. Qizim hali kichkina, chaqaloq, shuning uchun unga hozircha narsalar bera olmaymiz. Biz bilan doim qayerga borsak, birga keladi. Olib beramiz o'zimiz bilan. Hop, qo'y go'shtini yeb ko'ramiz. Mazasi juda ham zo'r bo'ladi. Orada bir kelaman bu yoqqa.
Yo'l bo'yi salqin. Ozgina bir 200 metr pastroqda ko'l bor, shamol kelib turadi. Qo'y go'shti zo'r. Hop, endi tovuq go'shti. Tovuq go'shtini yeb ko'rgandim. Tovuq go'shti ham zo'r ekan bu yoqda. Boshqacha pishirishar ekan. Yaxshi tarafi bizdan so'rashdi. Pishirishdan oldin so'rashdi. Achchiq qilaymi yoki achchiq solib oling dedi. Bizda achchig'i yo'q dedi, lekin hali ham ta'mi bor. Achchiq ta'mi bor. Yaxshi ham achchiq solmang degan. Achchiq soling deganimizda nima bilan? Endi jigarlardan yeb ko'ramiz. Jigarlarning ko'rinishidan kuyganga o'xshab ko'rinyapti. Lekin unaqa emas deb o'ylaymiz. Yeb ko'ramiz. Usti ozgina qattiqroq. Yumshoq. Jigarlar yaxshi. Hop. Mol go'shti bor. Bu yerda mol go'shtidan yeb ko'ramiz. Hamma bilsa kerak, lekin ma'lumot o'rnida yana aytib o'tay. Mol go'shtini ko'p chaynash kerak. Lekin qo'y go'shtini yeganingizda oldingizda erib ketadi. Shirin bo'ladi. Shuning uchun men buni doim kichkinasini olaman. Kichkinasini mehr bilan qilishgan bo'ladi. Bo'lmasa qo'y go'shtini kattasi ham bor. Kattasini bilmayman, menga kichkinasi yoqadi. Odamning ishtahasini ochayadi. Hop, bu yerda yana bitta mol go'shti bor. Faqat go'sht. Bundan oldingisi faqat aralashadi. Sabzavot ham bor edi, balbayt kelib bor edi. Qattiqligidan uzilib ketdi. Lekin talagan paytimizda sveji ko'rinyapti. Hozir ham sveji, lekin pishayotgan paytda hayajonlanganman. Yoki shirin. Ta'mi yaxshi. Biz bu yerga ko'p kelib turganimiz uchun o'sha xonani egalari bizga uzum, shaftoli berishdi. Yeyiladi. Bizni o'zimiz hovlimizda ham uzumlarimiz pishgan bo'lishi kerak. Hop, hozir biz hisobimizni to'ladik. 5 ta kabob, 2 ta kola, bitta non uchun 60 yuan pul to'ladik. Juda ham yaxshi narxlari. To'ydik, alhamdulillah. Biz bu yerga shuki har safar kelgan paytimizda maza qilib o'tiramiz, chunki biz bilan bir xil tillarda gaplashgan Uyg'ur do'stlarimiz bilan suhbatlashamiz. Oilaviy ular ham bu yerda ishlashadi. Hozir o'sha oila bilan suhbatlashgan paytimizda kameraga olishimizga ko'nishmadi. Uyalishdi ozgina. Bitta narsaga amin bo'ldimki, Uyg'urlar boshqa turkiy davlatlarga qaraganda o'zbeklarga juda ham yaqin. Chunki qizlarning ismlari bo'lsin, o'g'ilning ismi bo'lsin, juda ham o'sha o'zbek tiliga yaqin. Misol uchun Gulnur, Dilnur, Doniyor degan farzandlarim bor ekan. Ular Qo'shan shahriga 1 yil bo'ldi ko'chib kelishganiga. Va shunaqa deyishdi, biz farzandlarimiz uchun bu yerga ko'chib keldik, yaxshiroq ta'lim olishi uchun. O'zlari yashashgan eski joylardagi maktablarda ta'lim o'zlari xohlagandek yaxshi emas ekan. Misol uchun ingliz tili uchun zo'r o'tilmasdi deyishadi. Bu yerga keldik, bu yerda shu farzandlarimiz yaxshiroq ta'lim olib, keyinchalik hayotlarini yaxshiroq qilishlari uchun inshaalloh biz ham qo'limizdan kelgancha ularga yordam beramiz. Agar videomiz sizlarga ma'qul kelayotgan bo'lsa, albatta bizning kanalimizga obuna bo'linglar. Xitoyda yashagan yosh oilani qo'llab-quvvatlash uchun like va kommentariy yozishni unutmanglar. Keyingi videolarda uchrashguncha, bye bye. Rahmat katta hammaga.